Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan juda qiziqarli va noodatiy avtomobilni ko'rib chiqamiz. Hozir ekraningizda ko'rib turganingiz Loki nomli mini avtomobil. Bir qarashdayoq e'tiborni tortadigan jihati bu uning pushti rangidir. Bu rang avtomobilga o'zgacha joziba va zamonaviylik bag'ishlaydi. Avvalo, dizayn haqida gaplashamiz. Old tomondan qaraganda, Loki juda ixcham va tartibli ko'rinadi. Kvadrat shaklga yaqin LED faralar unga yoqimli va do'stona ko'rinish beradi. Old panjarasi minimalistik uslubda ishlangan bo'lib, ortiqcha detallar yo'q. Bamper pastki qismida havo kirish joylari joylashgan bo'lib, bu avtomobilga biroz sportcha ko'rinish ham qo'shadi. Bu avtomobil asosan shahar sharoiti uchun mo'ljallangan. Kichik o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda, tirbandlikda va avtoturargohlarda juda qulay. Ayniqsa, yangi haydovchilar uchun boshqarish juda oson bo'lishi mumkin. Endi salon haqida to'xtalsak. Loki mini avtomobilining ichki qismi ham sodda, lekin funksional. Old o'rindiqlar qulay joylashtirilgan, bosh va oyoqlar uchun yetarli joy mavjud. Old panelda raqamli displey va zamonaviy boshqaruv tugmalari joylashgan bo'lishi mumkin. Bu avtomobil kundalik ishga borib kelish, do'konga chiqish yoki qisqa masofali safarlar uchun juda qulay. Yana bir muhim jihati iqtisodiylik. Bunday mini avtomobillar odatda kam yoqilg'i sarflaydi yoki elektr variantda ham bo'lishi mumkin. Bu esa nafaqat cho'ntak uchun foydali, balki atrof muhit uchun ham yaxshi. Xavfsizlik masalasida ham Loki zamonaviy talablarni qondiradi. Old va orqa xavfsizlik kamarlari, mustahkam kuzov tuzilishi va asosiy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan bo'lishi kutiladi. Albatta, bu avtomobil tezlik uchun emas, balki qulay va tinch harakatlanish uchun yaratilgan. Xulosa qilib aytganda, Loki mini avtomobili bu zamonaviy dizayn, qulaylik va iqtisodiylikni birlashtirgan shahar mashinasi. Agar siz boshqalardan ajralib turishni, o'ziga xos rang va dizaynni xohlasangiz, bu avtomobil sizga juda mos keladi. Keywords: Loki mini avtomobil, Loki car, mini car Uzbekistan, shahar avtomobili, kichik mashina, pushti avtomobil, city car, new mini car, electric mini car, budget car, women car, compact car, urban vehicle, modern mini auto, economical car. Hashtags: Hashtag Loki, Hashtag mini avtomobil, Hashtag shahar mashina, Hashtag pushti avto, Hashtag yangi model, Hashtag mini car, Hashtag city car, Hashtag Uzbek auto, Hashtag auto review, Hashtag zamonaviy mashina, Hashtag extreme auto, Hashtag tajamkar mashina.